Sizlar bilan har doimgidek Alisher Y999 BMW kanali. Do'stlar, bugungi videoda men sizlarga 3 ta mashina oldim va shularni obzor qilib ko'rsataman. Va mana. Va do'stlar, birinchi mashinamiz mana bu M4 F82. Mana bunaqa tuning qilingan. Va ikkinchi mashinamiz istanigan BMW M5 F90. Bu mashinani men Asko qildim, M5 Asko. Yozuvlari hamma joy ko'p joylar karbon. Mana bu yeri ham karbon. Asko yozuvi bilan. Va uchinchi mashinamiz BMW M4. Mana shuni sotib oldim. O'zimga ham yoqdi bu BMW, chunki nimaga desanglar, motori ham kattaroq ekan, 1663. Ham chiroyli ekan. Bugungi videoda do'stlar, menimcha poyga bilan o'tkazsak kerak, harakat qilib ko'ramiz. Kechirasizlar, uncha ko'p video chiqara olmayman. Qishloqqa har xil joyga vaziyat bo'lib qolyapti kanikulda. Hozir qishloqda yordamga borib turaman ora-orada qarindoshlarimga. Menimcha hali bunga drift nastroyka o'rnatmadim. O'rnatibman. Endi bunda ham drift nastroyka bor. Va o'zim ham sal-pal drift qilishni o'rganib oldim. Kelinglar endi poyga o'ynab ko'ramiz. Ishqilib nima bo'lsa ham o'xshasin-da. Buniki cheat-ku. Buniki cheat. Gazni bosgandan marrada bo'lib qoladi. Bu yutdi. Bu bilan almashib ko'rish kerak ekan menimcha. Ismi Aura ekan. Kelinglar haydab ko'rsam bo'ladimi deb yozamiz. To'pqa to'g'ri o'ylabmiz. Cheat. Buni endi ertaga to'xtatsam kerak. M4ga men qilasmi deb yozib ko'ramiz. Yomon tez mashina ekan. O kishida bor ekan. CLS-gacha deb yozib ko'ramiz.
qaysi mashinaga obmen qilasiz? Okey, mani bir taniysizmi deb yozib ko'ramiz. Taniysizmi deb yozamiz. Kanaliga obuna bo'lsangiz sizga mashina berib yuboramiz. Hozir siz videodasiz deb yozib ko'ramiz. Sumkani yuboryaptilar-ki bular o'ziga juda ishonganmi deyman do'stlar. Mashinasi yomon mazasi qochdi lekin. Давайте maksimalga chiqaramiz. Yehe. Mashina yomon yedi lekin do'stlar. Bizga kimdir yozdi, Alisher deb yozdi. Ha deb yozdim, javob qaytardim. Ay, yomon tegdi lekin mashina. Astagina. Hozir bitta do'st tashlab ko'raylik. Hozir kelaman deb yozib qo'y. Bitta mashina sovg'a qilmoqchiman, obunachimiz ekan. O'tgan videoda do'stlar so'rovdinglar, Porsche nastroykasini ko'rsating deb. Mana Porsche nastroykasi. Bunda ham любой motorda drift mod qilsanglar bo'ladi. Lekin menda hozir bu poygada turibdi, poyga modida. Mana bilan qo'yish обязательно, lekin mana buni qo'yish farqi yo'q. Qo'ysanglar ham qo'ymasanglar ham bo'ladi. Transmissiya, podveskasi va sentri tyaжестisi. Keyin balonni ko'rsataman. Mana balon nastroykasi mana shu. Mayli, Porscheni sizlar uchun saqlab qo'yaman. Kimdir, qaysidir obunachimizga beramiz. Bu kishiga давайте Porscheni beraylik. Videomizni yaxshilab tomosha qilar ekanlar. Ninja degan odam ekan. Mashinani bersak, xursand bo'lib, yana ko'rishni davom etar. Adashib ketdim. Boshqa serverga kirib ketdim.
chiqib ketmaslaridan oldin tezroq berib olishimiz kerak. Endi beramiz mana shu Porsche'mizni egasiga. Chaqiraylik. Nejaga yozamiz. YouTube'ga chiqarib olishmi debdi. Ha. Hozir u kishi keladi. Ne bir nija degan odam. Hozir u yaqin obunachimizga mashina sovg'a qilamiz. Mana shu legendani sovg'a qilib yuboramiz. Bu poyga mashinasi. Zo'r ko'rinadi ovozlari. Akamiz tezroq kelsalar, hozir mashinani beramiz va u kishi bilan do'st bo'lib qolamiz. Va yana siz ham Car-Parkingda bo'lgan paytingiz men kirsam do'stlar, yozinglar. Meni ID'm mana shu yerda ko'rinib turibdi. ID'm 287-216. Nomim mana bunda yozilgan. Alisher 999 BM. Birinchi degan obunachimiz ham hozir kelar ekanlar. Serverdan chiqdi, hozir kiradi. Menimcha. Unga kelinglar, unga yangi shinalar, kerakli narsalar qo'yib turamiz. Ana kirdi o'zi ham. Hozir endi kelishini kutamiz birgalikda. Moshin toza, yangi bitta ballon o'rnatamiz. Lekin benzin hali to'la emas ekan. Ha deb yozamiz. Va mana obunachimiz ham keldi. Salom do'stim deb yozib qo'yamiz. Mashinalari juda chiroyli ekan. M4 Competition. Siz video dastur deb yozamiz. Video chiqarib oling, videolarni ko'raman. Va endi bu kishilarga mashinamizni sovg'a qilamiz. Oling tezroq. Hozir agar atmayman. No, olindi, yaxshi. Aka, sizga katta rahmat. Videolarimizni tomosha qilayotganingiz uchun
hozir 10 yoki 15 minut ichida videoni ko'rsangiz bo'ladi deb yozamiz. Do'st bo'lib qo'yamiz. Shoh 2013 degan yigit bilan ham Ninja legenda ekan, zo'r bola ekan, tanishdik va Shoh degan bola ham. M4 ni bitta haydab ko'ramizmi do'stlar? Lekin zo'r mashina ekan. Hozir yana kelaman deb yozamiz. Hozir bu kishiga ham bitta mashina olib kelamiz. Bitta yaxshiroq mashinamizdan beraylik. Bu kishi ham obunachimiz ekan. Bitta serverda 2 ta obunachi topdik. Bu yaxshi degani, zo'r degani. Xafa qilmaslik uchun u kishiga mana bunaqa bitta Camry sovg'a qilamizmi? Camry ham zo'r mashina. Yoki kelinglar. Mana shuni bersak bo'ladi. Mana shuni beramiz u kishiga ham. Endi Shohga ulanamiz. Shohga bu mashinamizni ham sovg'a qilib yuboramiz. O'yinga tezroq kirib olsak, ularga ham tezroq mashinani berib, videoni tugatsak bo'lar edi. Mo'ykaga boramiz. Hozir. Shoh sal bu yerda ekan. Hozir boramiz. Shoh 2013. Va mashinamizni bir so'mga sotib yuboramiz. Hamma xursandmi deb yozib qo'yamiz. Videoni asta tugatamiz. Bu mashinaga o'tirib, videoni mashinada tugatsak bo'ladi. Va bu mashina ham zo'r edi do'stlar. Bu bilan ham xayrlashib oldik. Endi sizlar bilan ham xayrlashamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha do'stlar, xayr, sog' salomat bo'ling. Sizlar bilan Alisher YouTube kanali edi.